Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zilar bir qatimliq ehrom bog'lashda bir qancha kishiga umr qilib qo'ysa bo'ladi da'vatida. Bu to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'zi uchun bir qatim umr qilib bo'lgan kishi mayli o'lib ketganlar uchun yoki hayot bo'lsa-mu kasallik yoki chekdimi kabi sabablardan umr qila olmaydiganlar uchun o'rnida umr qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin har qatim ehrom bog'laganda faqat bir shaxs uchun umr qila oladi. Bir qancha kishiga umr qila olmaydi. Ammo Makka ga berib bir umr qilib bo'lgandan keyin Tan'im, hozir Aisha masjidi bor joyga yoki Jirana yoki Hudaybiyaning yil doirasidagi qismi yoki Taif yoki Madina degandek xohlagan bir joyga chiqib, har qatim ehrom bog'lab kirib bir kishi uchun umr qilib qo'ysa bo'ladi. Demak, bir ehrom bog'lashda faqat bir shaxsga umr qiladi. Ammo haramga qilgan bir safarda qayta ehrom bog'lab, bir qancha shaxsga umr qilib qo'ysa bo'ladi. Hajni bir safarda faqat bir shaxs uchun qila oladi. Imom Navaviy, Imom Ibn Qudamalar aytgandek, agar ikki kishi bir kishini o'rnida haj yoki umr qilib qo'yishni topilsa, ikki kishi uchun ehrom bog'lasa o'ziga hisob bo'lib ketadi. Chunki bir ehrom o ikki kishi uchun bo'lishi mumkin bo'lmaydi. O'zi va boshqa biri uchun baroqla ehrom bog'lasa o'ziga hisob bo'ladi degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.